Nima uchun homiladorliklar orasida kamida 3 yil tanaffus qilish muhim? Har bir homiladorlikdan keyin ayol tanasi jiddiy tiklanish jarayoniga muhtoj bo'ladi. Tanaffus qilish bir nechta sabablarga ko'ra juda muhim hisoblanadi. Birinchisi, organizmdagi resurslar to'liq tiklanadi. Homiladorlik va emizish davrida ayol organizmidan ko'plab vitaminlar, minerallar, ayniqsa temir, kalsiy, folat kabi moddalar yo'qotadi. Bu moddalarni qayta to'ldirish va sog'lom holatga qaytish uchun tanaga vaqt kerak bo'ladi. Ikkinchi asosiy sabab gormonal muvozanat tiklanadi. Homiladorlik davrida gormonlarda katta o'zgarishlar yuz beradi va ularning barqarorlashuvi, hayz davrining normallashuvi sog'lom homiladorlik uchun muhim tayyorgarlik hisoblanadi. Uchinchi, ayol jismoniy va ruhiy jihatdan tiklanadi. Har bir homiladorlik nafaqat jismoniy, balki ruhiy jihatdan ham katta kuch talab qiladi. 3 yillik tanaffus ayolga o'zini tiklash, farzandiga yetarli parvarish ko'rsatish va keyingi homiladorlikka tayyorlanish uchun qulay imkoniyatdir. Xulosa shuki, homiladorliklar orasidagi 3 yillik tanaffus bu ayol salomatligiga bo'lgan e'tibor, bola sog'lig'i uchun investitsiya va oiladagi farovonlik garovidir. Ayol sog'lom bo'lsa, farzandlar ham baxtli, kuchli va albatta sog'lom bo'lishadi.